Assalamu alaikum ve rahmetullahi berekatuhu qadarlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylardagi qarindoshlarım. Hammanglarninki mushu vaqti ve bunun ikinci vaqti xayrlik bo'lsin. Men do'stinglar Abdulaziz Beshto'raqdan İstanbul'dan Sulaymaniye Camii'nin qishidagi ishxonamizdan sizlarga Ramazandagi otliq salomimizni yo'llaymiz. Bugun qadarlik qarindoshlar tadbiriyat sindarislarida 47-sida vaqtni muvofiq boshqarish 2008 yılı 4. ayının 6. günü Erkin Sıdık akimiz yazgan vatandaki şu vaqtada torbetlerde ilan kılıngan 10 yıl burun yazgan makale iken bunu biz hazır ögünüp oturumuz qadarli qarindoshlar qani bir vaqtimizni qandoq boshqardik ekanmiz bunun bir texnikalari bordu bunun qarta nima debdi çoğunlardan tinglab baqayli. Vaqtni muvofiq boshqarish. Men aldıqı yazgan iş ünümü yuqori kishilarning 7 odati degan yozmamda dunyoga dangliq Kovi apadi yakunlab chiqqan yuqori unum bilan ish qiladigan o'z hayotini nihoyat muvaffaqiyatli o'tkazgan kishilarning 7 adatini tunuşturup öttüm. Kovi Efendi özünün iş ünümü yuqori kishilarning 7 adati degan kitabını ilan qilgandan keyin onun davom tariqasida yana bir kitap ilan qilgan bo'lib, bu ikinci kitapning İngilizce ismi First Things First. Bizim Şingeynen Yengü deb Yangi Fuqum İngiliz tilining birinci kitabının ismini mushundaqdim. Bunun ma'nosi muhim ishni oldida qilish deganga to'g'ri keladi. Bu aslida yuqori 7 odatning 3-si bo'lib, bizning idorada o'rinlashtirilgan bir seminar maxsus mushu temada bo'ldi. Men ushbu yozmada muhim ishni oldida qilish bo'yicha qanday qilganda vaqtdan muvofiq foydalang'ili bo'ladiganligi to'g'risida to'xtalib o'taman. Egilik boshqarish deganni ingliz tilida business management deydi. İngiliz tilida mushu so'z bilan o'xshash xarakterdagi yana bir so'z bor. U bo'lsa time management. Bu so'zning ma'nosi vaqt boshqarish. Uyg'ur diyorida hozir vaqt boshqarish degan so'z ishlatilamdi yo'q, onu bilmayman. Lekin men Uyg'ur diyorida yashayotgan vaqtimda bu so'zni anglab boqmabdi ekanman. Shunga garchi mening bu yozmamda to'xtalmoqchi bo'lganim vaqt boshqarish degan mazmun bo'lsa-mo, o'qirmanlarga bir oz g'alati tuyulib qolmasin deb maqolaning temasini vaqtni muvofiq boshqarish deb oldim. Amerikada vaqt boshqarish degan so'z nihoyat keng turda qo'llaniladi. O'rta va cho'ng tipdagi shirkat, idora, maktab va organlar mutaxassislarni taklif qilib muddatlik holda o'z shirkatidagi har darajalik boshliqlarni vaqt boshqarish jihatda tarbiyalab yetishtirdi. Men bugun Amerikaning internet orqali kitob sotadigan dangliq shirkat Amazon.com'ning torbatiga kirib, time management deb kirgizib baqsam, jami 73.272 parcha izlash natijasi chiqdi. Bundan Amerikaliklarning vaqt boshqarishga naqadar ko'ngil bildiganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Buning aksicha yaqinqi bir qancha asrning mobaynida mutlaq ko'p sondagi Uyg'urlarning vaqt ko'z qarashi intayin ojiz bo'lib keldi. Masalan, men Yalquruz apandining biz qandoqlarcha naqshi usul millati atilib qoldik degan yozmasida mundaq deb yozidim. Naql 1906 yılı Qashqarga kelgan Finlandiyalik ekspeditsiyachi Mannerheim o'zining kundalik xotirasida Uyg'urlarning tabiati bekartalab, kayf safo turmushga odatlangan, tayyotab, kun-kunlab lag'aylab yurdi, ishlay demaydi. Bo'libmi qug'un pishqida ular to'plashib o'ltirishib, bir ikki qug'un tovuzni pichib, dasturxonga qo'yib olib, atigandan tün yarımıgacha nag'ma navo qilishdi deb xotirlangan. Bu maqolaning to'liq tekstining tor adresini Naqshi usul millati deb
marifat.com'ga akademi degan hujjatning nimasiga qistirib qopti. Erkinkam şahidin kürbasangni bo'ladi. İngilizce'de bunda bir söz var. The good is often the enemy of the best. Bunun ma'nosi yaxshi bo'lish ko'pincha holda eng yaxshi bo'lishning dushmani bo'ladi. Uyg'urlarning yeri keng, yemakchiki mol, o'z yurtidan sirtqa chiqmay yashaganda o'zaro raqobatlashishning ancha zaruriyati yo'q bo'lg'achqa, oldingi asrning yarmigacha Uyg'urlarning vaqt ko'z qarashining ojizligi o'zlari uchun ancha bilinmagan edi. Aslida burunqiga o'xshash boshqalarga beqindi bo'lmay, boshqalar bilan raqobatlashmay, davomli har xil besimlarga uchramay, uxlash va yeyishdagi moddiy turmush bilan qanoatlanib, rahat va xushal-xuram yashag'ili bo'lgan bo'lsa, cho'qim vaqt ko'z qarashini o'zgartmasimi bo'laveradi. Ammo reallik shuki, yaqinqi yarim asrdan boshlab Uyg'urlarning yashash muhiti shiddatli darajada o'zgarib, hozir cho'qim boshqalar bilan raqobatlashmasa, o'z mavjudligini yo'qotib qo'yadigan bir holat shakllandi. Mushuning ergishib, hozir Urumchi qatorliq cho'ng shaharlardagi Uyg'urlarning vaqt ko'z qarashida nayt cho'ng o'zgarishlar bo'layotibdi. Lekin o'z farzimcha Uyg'urlarda vaqt boshqarish texnicha bir ilm bo'lib shakllangani yo'q. Yuqorida tilga olganimdek, vaqt boshqarishga oid ingliz kitobdan 17 mingdan ko'proq bor ekan, Uyg'urchasidan qanchasi bor? Men bu bir maqolada vaqt boshqarish ilmining hamma taraflarini to'liq tunishtirib bo'lmayman. Mening bu yerda tunishtirdiganim Kovi apandi o'tirib qo'ygan muhim ishni oldida qilish uqumi bo'lib, uningdan har bir kishi o'zining kundalik xizmati va kundalik turmushida foydalansa, cho'qim yaxshi unum qozona oladi deb o'ylayman. Bu bilimlarning hozir butun Uyg'ur jamiyatida mavjud bo'lib turgan vaqt isrofchilik masalasini to'g'ri tushunib yetish, shundaqla butun Uyg'ur millatining safosini o'stirish va raqobat kuchini oshirish uchun nihoyatda foydali ekanligiga ishonaman. Birinchi, soat bilan kompas. Uyg'urlarning ishida oldirgan yo'lda qala degan maqolani anglab boqmaganlar asosan bo'lmish kerak. Men bu so'zni o'rta maktabga chiqqan vaqtimda anglagan bo'lib, shuningdan keyin esimdan chiqarib boqmadim. Ish qilganda izchil turda unumiga ahamiyat berib, sur'at qo'g'lishib ketmagan bo'lsam-mo, men burun bu so'z to'g'risida ancha o'ylanib boqmabdi ekanman. Bu qatim ushbu yozmani yozish uchun izlanib material ko'rish jarayonida bu so'zning nihoyat cho'nqur ilmiy asosi borligini his qildim. Ya'ni aldirash degan soat, vaqt va ish qilish sur'ati deganga qaratilgan bo'lib, yo'lda qilish bo'lsa, bir ishni qilib eng oxirida erishgan unum yoki natijaga qaratilgan. Nurg'un kishilar hayotni soatga o'xshatadi. Vaqtni ish qilish sur'ati asosida qadrlaydi. Lekin vaqt bilan ish qilish sur'atiga qaraganda eng oxirida erishgan unum va natija texmo muhim. Kompas bir ishni qilib erishgan unumning simvoli bo'lib, o bir ishni qilishga yo'nalish, maqsad, donolik, to'g'ri hukm va tangpongliq tushunchasiga vakillik qiladi. Kompasni qadrlaydigan odam har qanday bir ishni qilishdan burun uning qimmati to'g'risida cho'nqur o'ylanadi. O'z-o'zidan men hozir o'z vaqtimni ahamiyatli o'tkazyapmanmi? Men uchun eng muhim ishlar qaysilar? Bu bar vaqtimni shu muhim ishlar uchun qanchalik sarf qilyapman? Hozir qilayotgan ishimning men ko'zlagan nishonga yetish uchun qanchalik foydasi bor deb so'rab turdi. Ahamiyatsiz ishlar uchun isrof qilayotgan vaqtni eng zo'r darajada azaytib, butun vaqti bilan zehnini
ehmiyetlik işlarga qaratıdı. Yaxşı terbiye asası kurulgan an, Adem üçün bir içki küzetkücü ve yol başlıqçı sistemisi buluş rolunu oynaydı. Şoğun kişiler işini ünümlü kılmen deydikken, çokum saat ufkumu asası kurulgan ruhi dünyadan kutulup, kompas asasıdaki ruhi dünyanı berpa kılışı gerek. İşini kargılaca tez kılış, ya ki aldıraş usulünü kolunduğun kişiler uzun müddetlik noktasının karağında kılgan işini anca yaxşı ünümge eriştirenmeydi, ya ki yolda hep kalıdı. Süriyet qoğlaşmay, ünüm qoğlaşış, özünün işini kılış kimi ve başkalar için işleş kimi qartılgan bulup, siz özünüzün işini kılgan vakittimi süriyet qoğlaşmasınız gerek. Kadirli kıyımdaşlar, biz okuvatkan bu kitap kişilik terakkiyat hakkındaki yazmalar Dr. Erkin Sadık'nınki muvaffakiyetinin yeni tanımlaması degan birinci kitabıdaki mezmun. Bunu torbetinden marifet.com'dan düşüredesizler. İkinci vakit matritsası yani faaliyetler. Kovi efendi kişilerin faaliyetlerini bir vakit matritsasıdaki 4 kvadratga bölgen. Bu yerdeki matritsa bilen kvadrat degan sözler matematika atalıqları bulup, onu anca düşünüp ketmeydiğen okurmenler bir 4 kvadratlık matritsa degan sözünü bir 4 kataklık cedvel dep düşünsümü buluyordu. Ben bu matritsani birinci resimde düşündürdüm. Okurmenlerge kolaylık bolsun üçün tümende ben bu resimdeki her bir kvadratның mezmununu qayta tizip çıkayım. Bir yerge mene bayagi beripti, keyinki betke kadarlı qarindoshlar o matritsani bunu bir yerge tizip bizga tushuntiribdi Erkin akamiz. Birinci muhim ve ciddi işler. Qistab kelgan ishlar, krizislar, qo'rqinchli ishlar, puttirish vaqti bekitilgan ishlar. İkinci muhim ama ciddi emas ishlar. Aldını elish ishleri, münasibet o'rnatish, planlash ve tayyorlik ko'rish, sistemalarni vujudga chiqarish, kasbiy bilimlarni egallash, ko'ngil echish. Üçüncü muhim emas lekin ciddi ishlar. Olumsuz kaşılı işleri, hacetsiz doklatlar, mühim emas yığın ve telefonlar, başkalarının küçük işleri, keng taralgan işler. Dördüncü, mühim emas hem de ciddi emas işler. Uşak çüşek işler, aldıraş işler, münasibetsiz telefonlar, vaktini ısraf kıldıgan işler, kutuluş işleri. Çekidin aşkan televizor, internet, haddidin artıq aram eliş. Bunu cedvelleştirip mesela cedvelini sızsak kalem yazılan kalem yokken kadarlı qarindoshlar. Aş kitaptın kürbasanlı buludu. Benim cedvel şu. Mene 4 tane cedvel var. Bununki ciddi hem ciddi emas deb üstüge 2 tane ciddi ve ciddi emas deb üstüge 2 tane ifaden okuyuşlar. Astığa muhim emas deysizler. Şunun qarta bölümüz onu. Yukarıda köylünümüzde bu iki köpeytligen 2 üstüde 2 astıda 2 ölçemlik matrisler bizga ciddilik düşüncesi bilen muhimlik düşüncesinin münasebetini görüp berdigan bolup biz o arkalı öz vaktimizde kandak işlerge serip kılıvatkanlığımızı körüp alayımız. Bu matrisani toluq düşünüş ve onundan doğru paylanış üçün siz aldı bilen özünüz üçün qaysi işlerinin en mühim işlerlikini iniqlap çıkışınız gerek. Yani siz aldı bilen menin aldığım yazmamdaki
7 adetning ichidagi ikkinchi odatda ko'rsatilgan ishlarni obdan qilishingiz kerak. Agar unda qilmasangiz, siz o'zingiz uchun qaysi ishlar muhim ishlar, qaysi ishlar jiddiy ishlar ekanligini farqlantira olmaysiz. Birinchi rasmdagi matritsa siz vaqt sarf qilishga tegishli ishlarni 4 kategoriyaga ayirib berdi. Birinchi kvadratdagi ishlar muhim, hem ciddi hem muhim işler. Hem ciddi hem muhim işler bulup, ular siz çokum kılmışsınız, bombaydıgan işlerdir. Bu işlerini kılış arkalık siz közlügen nişanğı yıkılış alaysız, ya ki onu giydalaysiz. Şunu ular muhim işler. Siz bu işlerini ma'lum bir vaqt içinde kılıp, bombaysanız bombaydı. Şunu ular ciddi işler. Mesela bu yıl yazda Ali mektep imtihan veriş. Siz özünüzün vaxtını qalğan 3 kvadrat qandaq taqsim qilish masalasida obdan o'ylamışsınız bo'lmaydi. Ko'p sondagi kishilar jiddiy degan hukmning majburlashi bilan 3 kvadratga osonla kirib qoladi. Lekin bu kvadratlik ishlar sizning vaqtingizni yegan bilan sizning ko'zlagan nishoningizga yetishingizga hech bir to'pa qo'shmaydi. Ishni yuqori unum bilan qiladigan kishilar özleri üçün en faydalı işlerinin ikinci kvadrat ekanligini obdan biladi. Planlash, tayyorlik qilish, oldini elish, munosabat o'rnatish, kitob o'qish, kasbiy bilimni kengaytirish va jismoniy jihatdan cheniqish qatorliqlar mushu kvadratdagi ishlarning bir qism misollaridir. Siz o'zingizning ko'ngil tuyg'usi asosida İkinci kvadratlik işlarning ko'rinarlik natija qozonishga halqiliq rol o'ynaydigan ishlar ekanligini bilasiz. Lekin bu kvadratlik ishlardan haqiqiy turda foydalanish uchun siz oldi bilan o'zingizda birinchi va ikkinchi odatni obdan yetildirishingiz kerak. Ya'ni oldi bilan o'zingizda 3 va 4 kvadratdagi ishlarga yo'q deydigan bir kuchli kishilik xarakterni yetildirishingiz hem de özünüz üçün en mühim işlerini tuluq ve toğru bayqab çıkışınız gerek. Onda kılmışsınız yukarıki 4 kvadrat mevcut olmaydı. Ben özüm üçün en mühim işlerinin bir kısmını 70-ci yıllarda o'rta mektepte okuvatkan vaktimdila oylap çıkan bulup, ular birinci dünyada qanchalik o'qish bo'lsa, ularning hammasini o'qish, ikinci özümün iqtisadi ve taqdirini tüptün özgertish, üçüncü bir baxtlik aile kuruştan ibaret 3 iş idi. Bu qatim muşu maqalani yazıp etib 1986 yılı men Abdüşkür Muhammed Emin Efendi bilen Yaponiyada birga bo'lganda o kişi bana degan mundaq bir söz esimga kelib qoldi. Bir er kishi uchun muhim narsadan uchi bor. Birinchisi bilim, ikincisi pul, üçüncüsü yaxshi bir xotin. Yani ben özüm üçün oylap tapqan muhim işler bilen təxminən 15 yıldan keyin Abdüşkür Muhammed Emin Efendi'den anlayan muhim işler bir-birisiga yakın çıkıptı. Ben bu işlerini oylap özümden hayacanlanıp şu günü akşamı bir qancha saat vaqt uxlayolmay qaldım. Bizga seminer bergan mutaxassisning aytishicha, ishni yuqori unum bilan qiladigan kishilar 75% vaqtni ikinci kvadratga, 20% vaqtni birinci kvadratga, faqat 5% vaqtini 3 kvadratga sarf qiladigan bo'lib, 4 kvadratga asosan vaqt sarf qilmaydi ekan. Üçüncü vaqt matrisasi natija. Yuqoridagi 4 kvadratdagi ishlar keltirib chiqargan natija o'xshash bo'lmaydi. Men ikkinchi rasmda har bir kvadratga mos keladigan natijalarning misollarini tizib chiqdim. O'qirmanlarga oson bo'lsin uchun tuvanda men ikkinchi rasmdagi narsalarni yana bir qatim tizib chiqaman. Birinchi muhim va jiddiy ishlar. Kuchlik besim his qilish, qattiq yerib ketish, endishiga petish, qiyin munosabatlarga duch kelish, salomatlikka nacharlashish. İkinci, muhim ama ciddi emas ishlar, yiroqni ko'rish, to'g'ri hukm chiqarish, ishlarni yaxshi boshqarish, yaxshi tengponglik saqlash,
munosabat va salomatlikda yaxshi bo'lish, xizmatda o'sish. Uchinchi, muhim emas, lekin jiddiy ishlar. İşni boshqaramay qilish, titit bo'lish va tushkulishish, xizmatni cheklamaga uchrash, boshqalar bilan surkishish, norozilik bo'lish, boshqalarning qurboni bo'lgandek his qilish. To'rtinchi, muhim emas hamda jiddiy emas ishlar. Mas'uliyatsizlik qilish, boshqalarga yo'nalib olish, vaqtga ich og'ritish, ish o'tib ketgandan keyin pushaymon qilish. Buning jadvali nima? Natijadan to'g'riliq jadvalni chiqarib qolibdi, qadrli qarindoshlar. Muhim ishlar bilan jiddiy ishlarni qilishdan kelib chiqadigan natijalarni tushundiradigan 4 kvadratlik vaqt matritsasi dedik. Agar yuqorqi tizimlikni obdan tahlil qiladigan bo'lsak, bundaq bir xulosaga kelamiz. Birinchi kvadrat tikisi zarur ishlar, ikkinchi kvadrat tikisi unum beradigan ishlar, uchinchi kvadrat tikisi odam gollaydigan, odamni qurbon qiladigan ishlar, to'rtinchi kvadrat tikisi bo'lsa, isrofchilik hisoblanadigan ortiqcha ishlar. To'rtinchi mazmun 4 nachar odat va 3 muhim ish. Mening bu yozmani tayyorlashimga bu yilning boshida bir to'rdishimiz bilik munbirda so'ragan mundaq savollar turtki bo'ldi. Men qanday qilaman? Biz qanday qilamiz? Bu to'rdishimizning so'rayotgani biz Uyg'ur masalasini qanday hal qilamiz degandan iborat edi. Men burun aytib o'tgandek, bir masalani hal qilish uchun oldi bilan o masalaning nima ekanligini va uni nima keltirib chiqarganligini oydinlashtirib olishga to'g'ri keladi. Yuqorqi savolni ko'rgandan keyin menda hozirgi Uyg'ur masalasini bir formulалаштырып beqish istiki tug'ildi. Men chet elga chiqqandan buyon o'zim ko'rgan, anglagan va o'qigan narsalar asosida Uyg'urlarning hozirgidek bir qism nachar psixika, ruhiy holat, mijoz va urf-odatlarining Uyg'ur millatida qachondan boshlab shakllanishga boshlaganligini hamda uning nima sabab bo'lganligini tushunishga tirishib keldim. Men yaqinda bu masalalar to'g'risida o'zim rozi bo'lgandek ba'zi tushunchalarga ega bo'lib, ularni oldingi yozmamda azroq bayon qildim. Shu uni bu yerda qayta takrorlamayman. Agar biz hozirgi Uyg'ur jamiyatini astoydil kuzatib boqadigan bo'lsak, boshqalar emas o'zimiz keltirib chiqargan hozir Uyg'urlarga nihoyat og'ir ziyon yetkazayotgan eng cho'ng nachar odatlardan mundaq to'rtini bayqaymiz. Birinchi, kitob o'qimaslik. Ikkinchi, bola tarbiyalashga ahamiyat bermaslik. Uchinchi, o'zaro uyushmaslik, uyusholmaslik. To'rtinchi, pul, vaqt boyligining ko'p qismini mehmondorchilikqa isrof qilish. Tuvanda men bu 4 odatning har birisi ustida qisqacha to'xtalib o'taman. Birinchi, kitob o'qimaslik. Bu ish to'g'risida ko'p so'zlamasammi, o hammalarga ayon. Hozir Uyg'ur diyorida birisi bir kitob yozib e'lon qilsa, oningdan aran 3000 dan 5000 dona setiladi ekan. 10 millionga yaqin nüfusga ega bir madaniyat millat uchun bu bir nomus qiladigan ish. Men bu masala to'g'risida 2 qatimlik yozma suhbatdimi bir oz to'xtalgan. Bu qatim bundan ko'p to'xtalmayman. Ikkinchi, bola tarbiyalashga ahamiyat bermaslik. Uyg'ur millatining naqshi usuliga mahir va amroq hamda Uyg'ur o'yin xumor va mehmondo'st millat ekanligi hammaga ayon. Men burunma aytib o'tgandek, agar Uyg'urlar yo'qolib ketish tahdidiga duchor bo'lmay, dunyoda bir oz 100 obro'ga ega holda yashayotgan bir millat bo'lgan bo'lsa, yuqorqi ahvol hargizmi bir ayblashga tegishli ish bo'lolmaydi. Lekin hozirgi reallik undaq emas. Uyg'urlar duch kelayotgan taqdirning qaysi darajada nachar ekanligini bu yerda deb o'ltirishning hojati yo'q. Naqshi usul va so'rim faoliyatining hozir Uyg'ur jamiyatida tutgan intayin namuvofiq o'rni va o'ynayotgan ziyonli roli to'g'risida Yalqin Ro'zi apandining o'zining biz qandaqlarcha naqshi usul millati atilib qoldik degan maqolasida etrafliq tahlil elib beribdi. Bu maqola
marifat.com/academy degan tor betida bor bo'lib, men o'qirmanlarga uni bir qatim o'qib chiqishni tavsiya qilaman. Hozir mayli Uyg'ur diyorida bo'lsin yoki chet elda bo'lsin, nurg'un ota-onalar o'z farzandlarining oyig'i chiqmasdan usul o'ynashni, doğrashni başlaganlıktan intayin xushallanadi hamda nihoyat faxrlanadi. Shundaq. Balangizning eng ko'p ko'rdig'ini sizning va boshqa Uyg'urlarning usul o'ynashi bo'lgandikan, balangizning eng ko'p anglaydig'ini sizning o'ynang balam o'ynang degan da'vatingiz bo'lgandikan, balangizning birinchi bo'lib o'rgandig'ini Uyg'ur usuli bo'ladi. Aqtilliklar Uyg'ur ota-onalarning o'rnida balalarga ashunda kichik yoshida qaysi ishni o'rgatadi, bilamsiz? Kitob o'qishni. Ba'zi onalar qursqidagi texi tug'ilmagan balalarga unlik ovoz bilan kitob o'qib beradi. Amerikadagi har bir kichik shaharlarga silingan shahar kutubxonalariga borsangiz, nurg'un aqtillik onalarning 5 yoshdan kichik balalarini shu yerda beqivatqanligini ko'rasiz. Ba'zilari balalariga kitobni o'zi o'qib beradi. Ba'zilari bo'lsa kitobni balasiga o'qitib, o'zi yanada tushuntirib yoki xato ketgan yerlarini tuzatib berib, qarab o'ltirdi. Yaponlik onalarning asosiy vazifasi faqat 2: bola tarbiyalash va erini kutish. Ularda Uyg'urlarnikidek o'ltirish asosan yo'q bo'lib, o analar ömür boyu o'ltirish ve mehmandorchilikka asosan berib bakmaydı. Yaponliklarning hozirgi saposi bilan milliy ruhi mana shundoq barliqqa kelgan. Siz balangizga kichik vaqtidan boshlabla usul o'ynashni o'rgatsangiz, balangiz usulga va boshqa o'yinga amroq, ulardan intayin huzurlangan bo'lib chiqadi. Cho'ng bo'ladi. Top oynashni o'rgatsangiz, topga amroq va uningdan huzurlangan bo'lib cho'ng bo'ladi. Kitob o'qishni o'rgatsangiz, bir kun kitob o'qimasa turolmaydigan, bir az kitob o'qimasa oqshimi uxlamaydigan, uxlayolmaydigan bo'lib cho'ng bo'ladi. O'ylab baqing, oxirida qaysi xilda cho'ng bo'lgan bola qutib chiqadi. Men 2006 ve 2007 yılı yurtga to'qqan yo'qlashga borgandim. Televizorda kichik bolalarning usul o'ynash ve naqsh aytish musobaqasini ko'p qatim ko'rib qoldim. Ashunga o'xshash bilim musobaqasimi bor edi. Bu bolalarning Uyg'ur jamiyatida o'rganayotgan usul bilan naqshlari yetishmamdikan. 19. asrning o'ttirlarida boshlangan bir davrni xalqaro sanoat davri deb ataydi. Hozirgi davrni bo'lsa bilim ishchilari davri, inglizcha knowledge worker age deb ataydi. Uyg'urlar qaysi davrda yashayotdi? Mehmandorchilik sorun davri desak to'g'ri bo'lamdi. Umumlashtirib aytganda, hozir mutlaq ko'p sondagi ota-onalarning o'ltirish mehmandorchilik uchun sarf qilgan vaqti kishini cho'chitadigan darajada ko'p bo'lib, bu hodisani muvofiq tasvirlash uchun men hozir qaloqlik degan so'zdan boshqa so'z topolmadim. Onun aksicha, o'zlarining bo'sh vaqtlarining mutlaq ko'p qismini bola tarbiyasi uchun sarf qiladigan ota-onalar intayin az. Naqshi usul insonlarning ma'naviy turmushini beyitadigan bir narsa. Lekin o insanların öz mevcutluğunu saqlab qolishni kapolatga ega qiladigan bir narsa emas. Shundaq bo'lg'achqa, Uyg'urlardan naqsh usul cho'ponlari ko'plab chiqsa, hamda bu cho'ponlar butun dunyoga yuzlansa, ular Uyg'urlarni dunyoga tanıta olishi haqiqatan mumkin. Hamda navbatda Uyg'urlarni dunyoga tanıtishmo nihoyat muhim. Lekin u Uyg'urlarning dunyodagi qimmati ve ordunu östürüp berelmeydi. Köpünce ahvalda bir milletni bütün dünya tonuğan bilen onun başkalar aldığı itibarı ega bo'lişi yoki başkalar tarafından qadrlanışı natayin. Mesela sigallarni bütün dünya tonuydu. Lekin ularni hiç kim ko'zga ilmaydi. Arab devletleri işide dünya bo'yicha eng boylaridan bir qanchasi bo'lgani bilan ularni
g'arib elleri ancha ko'zga ilib ketmaydi. Sebebi ularda pul bo'lgani bilan navbatdagi insonlar jamiyatining taraqqiyotiga ko'rinarlik töhfa qo'shqidek qudrat yo'q. Yaponliklar nurg'un yaxshi narsalarni ishlab chiqaradi. Şunu dünya ularning izzat hurmatini qiladi. Yahudiylar bir kichik millat bo'lgani bilan ularning ishida hozir insonlar jamiyatining taraqqiyotiga zo'r töhfa qo'shayotganlar nihoyatda ko'p. Shunga g'arb ellari ularni xeli e'tiborlaydi. Yahudilarning intayin nachar taraflari hatto insonlar qilgan jinoiy ishlarmi xeli ko'p. Lekin ular men bu yerda ilgari surmoqchi bo'lgan ideya bilan munosabatsiz bo'lg'achqa ular ustida to'xtalmayman. Navbatdagi vaziyat ostida Uyg'ur yosh o'smirlarining naqsh-usul va sovrin faoliyatiga bo'lgan qiziqishning darajasi tuvallatilib, uning o'rniga ularning kitobga bo'lgan qiziqishi va darajasini o'stirish, Uyg'urlarni dunyoga tanitish va uning dunyodagi qimmatini o'stirish qaraganda o'z mavjudligini saqlab qolish uchun texmo bekrak zururdir. Men Uyg'ur o'ltirish masalasi ustida burunmi azroq to'xtalgan. Qiziqadiganlar uni tuvandagi to'rbetning ko'si bo'ladi deb birlikdagi to'rbet adresi beribdi Erkin akimiz. Endi 3-masala Uyg'urlardagi uyushalmaslik. Men oldi bilan o'qirmanlarni Mamtili Zunun Efendining Qo'sh masjid degan asarini bir o'qib beqishga chaqiriq qilaman. Men bundan 6-7 yil ilgari bir g'ariblik tarixshunos yozgan ingliz tilidagi tarix kitobini o'qigan edim. Bu kitobda Uyg'ur diyorining 1912-yildan 49-yilgacha bo'lgan oralikdagi tarixi yozilgan ekan. Mening shu kitobni o'qib esimni qilishcha, shu mezgilda Uyg'ur diyorida muqim turgan Gomindan askarlarining soni 30 mingdan oshmaydi ekan. Agar mening esimda qolgani xato bo'lib qolgan bo'lsa, to'g'risi bildiganlar mushu yozmaning oxirida askartib qo'ysanglar bo'ladi. Men kitobni o'qib mushu yerga kelganda intayin hayron bo'lgan edim. 30 ming askar qanday qilib necha million Uyg'ur xalqini shuncha uzoq besib tura olgandi. Mening keyin tushunishimcha, Gomindan askarlarining ashunda qila olish asosiy sabablarining birisi yuqorqi Qo'sh masjid degan asarda bayon qilingan. Birlashib dushmanga qarshi turmay, uning o'rniga o'simiz men uruq deb o'zaro pash qilishib, o'zaro uruq olishib, o'zaro qaslashib, eng oxirida hammasi teng halok bo'lganlik ekan. Uyg'urlardagi o'zaro uyushalmaslik, birlashib bir ishni vujudga chiqara olmaslik ahvoli hozirmi intayin ig'ir. Bu ahval Uyg'ur diyoridami, chet eldimi o'xshashli mavjud. Bu nachar odat uchun Uyg'urlar hozirmi intayin ig'ir bedel tulayotidu, tulidi ham buningimi tulaydi qadrli qarindoshlar. Allah saqlasin. 4-chi pul. Vaqt boyligini mehmondorchilik bilan isrof qilish. Bu nachar odat to'g'risida Shabnam munbiridagi to'yingni cho'ng qilg'icha, g'amingni cho'ng qil degan maqola bilan yuqorki biz qandoqlarcha naqshi usul millati atilib qoldik degan maqolada yetarlik mazmunlar bor ekan. Shundan bu masalada ko'p to'xtalmayman. Menimcha Uyg'urlarning pul bilan vaqtni sovrin faoliyatiga hozirgidek sarf qilishi nachar odat darajasini allaqachon eshib, yuqori darajali qaloqlik darajasiga berib yetdi. Demasimi ortiqchilik qilmaydi. Ota-onalarning puli bilan vaqti asosan sovrin faoliyatlari bilan tugaganlikdan bolasini yaxshi tarbiyalashga vaqti bilan puli yo'q. O'zi kitob olib o'qiydigan-g'amo vaqti bilan puli yo'q. Balalarimo yaxshi tarbiya ko'rolmay, o'zlarimo harini bilib turish ishi bilan shug'ullanolmayapti. Bu bir yomon sifatlik aylanish jarayoniga aylanib, Uyg'urlarning o'z mavjudligini saqlab qolishiga mo'ljalligisiz ziyonlarni elib kelyapti. Taraqqiy topgan millatlarda hammadan bek umumlashgan odat kitob
o'qish odatidir. So'rim madaniyati emas. Amerikaning prezidenti, parlament a'zolari, Bill Gatesga o'xshash korxona cho'lponlari, sport cho'lponlari, kino va san'at cho'lponlarining ko'plari muddatlik holda yasli, boshlang'ich va o'rta maktablarga berib, yosh o'smirlarga kitob o'qib berib, o'z xizmati va kasbi to'g'risida so'zlab berib, ularni kitobni ko'p o'qib, ilm-fanni yaxshi o'rganib, kelgusida o'zlaridek odam bo'lib chiqishga qiziqtirdi. Bizning idoradami har oyda necha qatim atrofdagi boshlang'ich va o'rta maktablardan kelgan ekskursiyachilarni qabul qilib, ularga koinot bilimlari va koinotni tekshirish texnikasi to'g'risida bilim so'zlab, ularning kichik vaqtidan boshlabla tabiiy fan va injenerlik kasblariga qiziqadigan qilishga yetaklaydi. Men endi buningdan ko'p gap qilmay, Uyg'urlarning bu jihatdagi ahvoliga o'zingiz qarab beqing. Agar biz boshqalar keltirib chiqargan ta'sir va o'zgarishlarni bir yoqqa qayirib qo'yib, faqat Uyg'urlar o'zlari keltirib chiqargan navbatdagi ahvolni obdan kuzatadigan bo'lsak, yuqori sifatli liderlarning kamligi va safosining tubanligidan Uyg'urlar milliy ruhning boshqa nurg'un narsalardan muhim ekanligini to'nib yetolmayotganligini, shu sababdan milliy madaniyat, milliy urf-odat, axloq, til va din qatorliqlarni o'z ichiga olgan milliy kimlikning nihoyatda og'ir darajada tahdidga duch kelishiga bilib bilmay yo'l qo'yib berilayotganligini his qila olamiz. Shunga men Uyg'urlarning yuqorida tilga ilingan 4 nachar odatni yo'qotib, uningdan keyin qudrat tepish uchun qilishga tegishli ishlardan tuvandagi 3 ishni his qildim. Milliy safoni o'stirish, milliy ruhni urg'utish, milliy kimlikni saqlab qilish. Bu ishlar biz qanday qilamiz degan savolga javob bo'ladigan yuqorqi vaqt matrisasining 2 kvadratiga tava bo'lgan muhim ishlardir. Men har bir o'qirmanlarning yuqorqi 4 nachar odat bilan 3 muhim ishni har vaqt esidan chiqarmasligini so'rayman. Men aslida yuqorqi 3 muhim ishga zamonga moslashgan oliy sifatli liderlarni yetildirish degan 4-ishni qo'shishni planlagan edim. Keyin o'ylab baqsam, millatning safosi o'sib, milliy ruhi urg'isa, hamda lider va dohiy yetishib chiqish uchun zarur bo'lgan shart-sharoit pishib yetilsa, uningdan tabiiy holda bir qism oliy sifatli liderlarni chiqadi ekan. Shuning bilan uni bir ayrim ish qatoriga kirgizmedim, debdi Erkin Sidiq akamiz. 5. Uyg'ur yoshlarga taklif. Qadrli qarindoshlar, Erkin Sidiq akamizningki bu vaqtni muvofiq boshqarish degan maqolasini 1-qism kitobidan kishilik taraqqiyot haqidagi yozmalar 1-qism muvaffaqiyatning yangi tanglamasi degan onu kitobdan o'qiyotimiz. Qadrli qarindoshlar, hozir 106-betga keldik. Uyg'ur yoshlarga taklif. Hindistonning hamda Hindiston mustaqillik harakatining dunyoga mashhur dohisi Mahatma Gandhi mundaq deydi: biz qilayotgan ishlar bilan biz qila oladigan ishlar o'rtasidagi farq dunyo masalalarining mutlaq ko'p qismini hal qilib o'tadi. Bu so'z menga nisbatan xuddi Uyg'urlar uchun deyilgandek tuyuldi. Ya'ni agar biz hozir qilayotgan ishlar bilan qila oladigan ishlar o'rtasidagi farqni tepib chiqib, shu tepib chiqqan ishlarning hammasini qilsak, bizning hamma masalamiz hal bo'lib ketgan bo'ladi. Bu yozmada hozirgacha bayon qilgan narsalarni 2 og'iz so'zga yig'inchoqlash mumkin. Markazlashtirish va ijro qilish. Markazlashtirish deganimiz barliq diqqatimizni muhim ishlarga markazlashtirish bo'lib, ijro qilish deganimiz
aşı mühim işlerini amalga oshirishdan iborat. Men yuqorida Uyg'urlarning hozirgi 4 cho'ng nachar odati bilan 3 cho'ng mühim ishni ko'rsatib o'tdim. Bu nachar odatlarni tugutib, mühim ishlarni tadrijiy holda amalga oshirish Uyg'urlarning bundan keyingi strategiyasi bo'lishi kerak. Lekin aniq strategiyaning bo'lishi bir ish, uni amaliyotda ijro qilish va amalga oshirish yana bir ish. Yuqorqi narsalarni men demasam biladiganlar nihoyat ko'p. Bizning burun o'tgan danishmanlarimiz ishida bundaq strategiyani tafsil o'ylab chiqqan va o'tirib qo'yganlarni ko'rmini to'la. Hozirgi gap bir ishni bilib, uni qilmaslik, uni bilmaganlik bilan barobar din iborat bo'lib qelyapti. Yuqorqi nachar odatlarni tashlab, mühim ishlarni amalga oshirish uchun xeyli uzun bir mezgil vaqt ketadi. Bu nishonni amalga oshirish uchun Uyg'ur yoshlari boshlamchi bo'lish kerak. Hamda ishni hozir endi tug'ilayotgan va yeshi kichik bolalardan boshlash kerak. Men har bir kishining o'zidan mundaq bir savolni so'rab beqishni so'rayman. Hozirdan boshlab men so'rim faoliyatimning yarmini tashlab, uningdan iqtisod qilgan vaqtni bola tarbiyalashga va kitob o'qishga ishlatalaymanmi? Men bu yerda taklif tariqasida o'ttirib qo'ygan talab ancha yuqori emas. Men faqat bo'sh vaqtingizning ishidagi so'rim faoliyatlariga ishlatayotgan vaqtingizning yarmini bola tarbiyasi va kitob o'qishga ishlatib sinab beqing dedim. Oldi bilan mushuni o'lcham qilib turib ish boshlasangiz, meningcha chuqur yaxshi unumga erisha olasiz. Uzun muddat nuqtasini elib aytganda, biz buningdan keyingi bolalarni so'ringa amroq emas, kitobga amroq qilib yetildirishimiz kerak. Shunda qilalasak, biz hozirgi Uyg'ur masalalarining nurg'unlarini hal qilib ketalaymiz. Mening har bir Uyg'ur yoshlariga beradigan taklifim bundaq. Oldingi yozmamda tonishtirgan ishni yuqori unum bilan qiladigan kishilarning 7 odatini va inson tabiatining 4 qismini bir qog'ozga yozib, uni uyingizga to'nglatquning ishigiga chaplab qo'ying. Agar mumkin bo'lsa, ash 11 narsaning har bir narsaning ostiga birdan siz buningdan keyin qilib minishni orzu qilgan ishni yozib qo'ying. Uningdan boshqa yuqorida bayon qilingan 4 nachar odat bilan 3 muhim ishni hamda shu 3 muhim ish doirasida siz qila oladigan ishlarni yana bir varaq qog'ozga yozib, to'nglatquning ishigiga chaplab qo'ying. Shunda qilsangiz, har qatim siz to'nglatquni ochganda bu 7 odat, 4 o'lcham siz arzu qilgan ishlarni eslab turasiz. Shu orqali siz nihoyat yaxshi unumga erisha olasiz. 6. Oxirgi so'z. Men Bilval to'rbeti bilan o'tkazgan yozma suhbatning bir yerida dunyoga danglik bir arbobning mundaq bir jumla so'zini tilga olgan edim. Vaqtni sekund bo'yicha hisoblaydigan odamning vaqtni minut bo'yicha hisoblaydigan odamning vaqtiga qaraganda 60 hassa ko'p. Bu so'z foydalanishga bo'ladigan vaqtlarning hammasidan foydalanishga qaratilgan. Men shu suhbatning yana bir yerida odam bir ishni qilib charchaganda u ish bilan munosibatsiz boshqa bir ishni qilsa, yana unumga erishgili bo'ladiganligini, shu orqali vaqt isrofchiligining oldini olg'ili bo'ladiganligini tilga olgan edim. Men bilan elxat orqali aloqalashganlarning xili ko'p qismi mushu usuldan foydalanib, nihoyat yaxshi unum hosil qilayotganligini aytibdi. Men ushbu yozmamda bo'lsam, shu vaqtlardan qanday foydalanganda qilgan ishni yuqori unumga erishtirishga bo'ladiganligi ustida to'xtaldim. Ya'ni men hozirgacha vaqt to'g'risida to'xtalgan masalalar bulardan iborat. Birinchi, foydalanishga bo'ladigan vaqt miqdorini eng yuqori darajada ko'paytirish usuli. Ikkinchi, topgan vaqtning hammasidan foydalanish usuli. Uchinchi, vaqtlarni yuqori unumga erishtirish usuli. Bu oxirgi masalaga birlashtirib, men yana odam bir ish qilganda soatni o'ylamay,
kompasni o'ylashning nihoyatda foydali ekanligini o'ttirib qo'yib o'tdim. İngliz tilida nihoyatda ko'p ishlatiladigan priority degan bir so'z bor. Onun men eng ko'p uchirtadigan ikki ma'nosi bor bo'lib, uning birisi ishning muhimlik darajasi, muhimlik tartibi, yana birisi bo'lsa qiladigan muhim ishlar. Masalan, ba'zida menga bizning idoradagi 3-4 boshliqdan tangla o'xshamagan vazifalar tushdi. Men hech ishni boshlamay turib, o'z boshlig'imga bir el-xat yozib, onundan bu ishlarning muhimlik tartibi qandoq deb so'rayman. Bu deganim, amaliyotda qaysi ishni eng oldida qilaman, uningdan keyin qaysini qilaman deganlikdan iboratdir. Ishni shu bo'yicha qilsam, meni boshqalar avora qilolmaydi. Ulardan birasi meni izlab kelib, mening ishim bitdimi deb so'rasa, men uningga yo'q, mening tizimimda sening ishing 3-o'rinda turadi. Shuni agar oldirsang, boshlig'imni izla. O sening ishingning muhimlik tartibini aldığı sürüp bersin, deb javob beraman. Bu yuqoridagi so'zning birinchi ma'noda ishlatilishidir. Onundan boshqa har kuni atiganda ish boshlashdan burun men o'zimdan, men bugun qilishga tegishli ishlar qaysilar? Ularning ichidagi mening birinchi va ikkinchi, uchinchi muhim ishlarim qaysilar deb so'rayman. Damalash kunlarim ham shundaq. Mening birinchi muhim ishim deganni inglizchada my first priority deb ataydı. Men yaşamatgan muhitda, yani idaramda, uyimda, men ko'radigan kinolarda, men anglaydigan radioda ve men o'qiydigan materiallarda bu priority degan so'z bek ko'p uchraydi. Bu so'zning aslında ko'p ishlatilishi men bu qatim to'xtalgan vaqtdan muvofiq foydalanish bilan zich munosabatli bo'lib, odam qilmoqchi bo'lgan ishlarini ashundaq muhimlik tartibiga ayirish orqali ciddi holatga kirib qilishdan saqlanib, qilgan ishlarini yuqori unumga erishtira oladi. Shunga men bu yozmani o'qigan har bir o'qirmanning bu usulni sinab beqishini so'rayman. Agar burunqi Uyg'urlar millat sapasi, ruhi ve mevcut qatorliqlarni vaqt matrisasining ikkinchi kvadratiga kirgizib muomala qilgan bo'lsa, öz mevcutluğumuzda qo'g'dash vazifasi hozir birinchi kvadratga kirib qolmaydi. Miladidan burunqi 384-yildan 322-yilgacha yashagan dunyoga tangliq mashhur faylasuf Aristotel mundaq degan: agar siz öz hayotingizni ko'zlagan maqsadga yetmoqchi bo'lsangiz, mundaq 3 asos qadamni besishingiz kerak. Birinchi, muvaffaqiyatlik bulamaydiganligingizga ishoning. İkinci, siz üçün muvaffaqiyatning nima ekanligiga to'g'ri aniqlama berib chiqing. Üçüncü, öz turmushingizni onun ufqi atrofiga o'rinlashtiring. Bu qadam bosqichlar har bir odamning o'z-o'ziga haydakchilik qilish, o'z-o'zini qo'zg'ata olishining siridir. Biz hammamiz öz-özümüzge haydakchilik qiladigan kishilar bo'lib, birer ishni vujudga chiqarishdagi qo'zg'atqich kuch o'zimizning ichki dunyosidan kelish kerak. Faqat shunday qilish orqali biz o'zimiz uchun eng muhim bo'lgan ishni, hayotimizdagi eng muhim arzuni amalga oshira olamiz. Qadrli qarindoshlar, anda bo'lsa bugungi vaqtni muvofiq boshqarish degan tema Erkin Sıdık akımızdaki Erkin kişilik teraqqiyot yazma haqidagi yazmalar birinchi qism kitobidan o'qilib o'tildi. Qadrli qarindoshlar, balkim xili ko'p bir narsalarni bilib olgan bo'lishinglar mumkin. Tor betidan bu maqolani tushirib, Erkin Sıdık akımız degan 4 o'lcham va 7 ishni qilib beqishinglarni umid qilaman. Qadrli qarindoshlar, anda olsa Allah'ın özgü emanet. Kiler hepti görüşküsü aman bulunlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.